yuragimda kiyik bo'lib uxlab yotgan, kipriklari oshiq dilim tirnab yotgan. Menda hoyu havas yo'qdir undan ortgan, yuragimda shu ishq bordur jondan aziz, jondan aziz, jondan aziz. Shu ishq bordur jondan aziz, jondan aziz, jondan aziz. Shu ishq bordur jondan aziz. Ko'rsam dardim nari ketar jilmayaman, ular bilan to'lib to'lib ulg'ayaman. Ko'rsam dardim nari ketar jilmayaman, ular bilan to'lib to'lib ulg'ayaman. Komil inson bo'lsin deya o'ylanaman, jon tomirim farzandlarim jondan aziz, jondan aziz, jondan aziz. Farzandlarim jondan aziz, jondan aziz, jondan aziz. Farzandlarim jondan aziz. Savlatining soyasida sajdalarim, menga aziz chinorlarim, aysalarim. Savlatining soyasida sajdalarim, menga aziz chinorlarim, aysalarim. Beshigida onam aytgan allalarim, o'zbek degan bir yurt bordur jondan aziz, jondan aziz, jondan aziz. Bir yurt bordur jondan aziz, jondan aziz, jondan aziz. Bir yurt bordur jondan aziz. Qo'shiqlarim kim tinglaydi sizsiz axir, men kim bo'ldim sizdek qaro ko'zsiz axir. Qo'shiqlarim kim tinglaydi sizsiz axir, men kim bo'ldim sizdek qaro ko'zsiz axir. Xush keldingiz deya bugun ochdim bag'ir, Xudo suygan elning mehri jondan aziz, jondan aziz, jondan aziz. Elim mehri jondan aziz, jondan aziz.
Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, aziz hamqishloqlar, qarindoshlar. Bugun mana kuyovimiz Rahmatjonning xonadoniga, muqaddas qizimizning xonadoniga bir yaxshi kun. Qo'shaloq, mana qo'shaloq to'y desak ham bo'lar, kichkina to'ycha. O'zbekda har bir naqasi, o'tirayotgan ma'rakasi to'y hisoblanadi. Mana muborak Ramazon oyini sog' salomat hammamiz o'tkardik. Xushxursandchilik bilan, ibodat bilan. Mana buni ketdan endi qarang, paxtamiz O'zbekda eng milliy ixtiqori bo'lgan paxta kompaniyasi oldiga turibmiz. Mana shu araga bobodek qonimiz, miratkashlarimiz, ziyolilarimiz hammasi o'zini bir shunday bir ma'rakasini qilib oladi. Shu arafaga mana bugun shuni guvohi, mana bugun kuyovimizning xonadoniga mana shunday bir o'zlarini, kelinlarini, qizimiz ovsinlarni chaqirib, musulmonchasiga bizning an'anamiz ko'p. Kelin salom, kuyov salom qilib chaqirib turibdi. Xudolar xush kelishdi hammalaringiz. Bosib kelgan qadamlaringizga gullar ochilsin. Qimmatli vaqtlaringiz amakilar ming bor sizlarga rahmat. Deyin juda kamchilik kelgansizlar. Keyin mana navirachamizga ham 13 yoshga kirgan. Ana o'shini ham bugun mo'chal to'yi. Ana bu yoshlarimiz baxtli bo'lsin, o'zlaridan ko'paysin, xudochiligimiz mingchilik bo'lsin, borli keli abadiy bo'lsin. İzzat hurmatini hech vaqt yo'qolmasin. Navirachamizga avvalambor sog'lik salomatlik tilaymiz. Ota-onasini bag'riga o'sib o'nsin, bir aqlli, yaxshi, o'qimishli yigit bo'lsin. Elimizga, xalqimizga xizmat qiladigan, xalq nazariga tushadigan bir yaxshi bir inson bo'lsin. Mana shu otasi, onasi, bobolari, biylari, qavm qarindoshlari mana shu naviramizning orzumasini ko'rsin. Mana davramiz ochiq, mehmonlarimiz kelyapti yana. Yaxshigina o'tirib, yeb, ichib, yaxshi istak niyatla aytaylik. Xush kelibsizlar yana bir bor hammalaringiz. Davra ochiq, marhamat.
Ben bakmadım. Ama bunlar yok. Vakti olmaya. O'sha ne bo'ladi? Ha, bu vaqtimizda. Keramida bir tanışamada bir pullik qila olaman-da. Hammaga deyiladi, ben soqib olaman-da. Tortib soqib. Soqib bashakchi-ku. Keyin ham Şu 15 tane ekmek falan gezdirir mi? Bir tarafıyla, ha? keyin shuni so'rayman. Soat 2 soat 8 taraf so'rab qo'yaman. Yo'q, keyin qo'ymaydi. Oshxonaga. Nima qilyapti? Oshxonaga. Salomlar. O'shadan jo'radim. Arkadaşlar bir salak dedik. Babaş. Bababe. Bizlar nimani? Bizlar savdo xodim bo'lsa ham farzandlarimizni ko'psi o'qituvchi. Ana Muqaddas qizimiz, Zilola qizimiz, Gulzoda qizimiz, ana katta kelinimiz, rahmatli o'g'lim, ular hammasi o'qituvchi, yoshlarga bilim berayotgandi. Endi ana shu hisobda mana shu yerga ancha o'qituvchilarimiz hali ularning murabbiylari, ustozlari shunday qatnashyapti. Navbatdagi birinchi so'zni ana shu domlamiz Ansarodan iltimos qilamiz. Yoshlar haqida, navaralarimiz haqida bir istagingizni aytsangiz domla. Aziz mehmonlar, qadrli mezbonlar, men haqiqatan ham kasbim, ham singlim, ham eng ishongan, suyangan tog'im, men bilan bir xonada o'tirib ishlayotgan, barcha yumushlarni sidq dildan vijdonan ado etadigan Muqaddasxonning xonadonida to'planib turibmiz. Mana bu esa ham kelinchanlar, ham Madaminbekning tug'ilgan kuni, ham o'zlarining tug'ilgan kuni, qolaversa ertaga bo'ladigan o'qituvchilar kuni bayrami, bu hammamizning bayrami hisoblanadi. Avvalambor Muqaddas to'ng'ich qiz, akamlar sizga, yangamlar sizga erka bo'lishiga qaramasdan turib, mehnatkash, ro'zg'orbob ayol. Kuyovam o'zlariga mos. Juda ham saranjom, sarishta, farishta, pazanda, hamma ish qo'ldan keladi. Ro'zg'orni avaylab asraydigan bir ayol desam xato bo'lmaydi. Chunki qariyb bir 15-20 yildan bo'lsa, men shu xonadonga necha bor kelganman, non tuz yeganman. Kuyovimiz
juda ham ajoyib inson, ko'ngli ochiq, ko'ngliga kiri yo'q, mehnatkash, farzandlarga mehribon ota. Mana ikkita qiz, bir o'g'illi ota-onasi bo'lishdi. Bolalar hammasi ham yaxshi o'qigan. Umuman o'zingizning bolalar ham hammasi yaxshi o'qigan, lekin muqaddasli bolalar ham hunarmand, bilimli, bugun hayotda o'rnini topib, mana mehnat qilyapti. Men aytmoqchi bo'lgan gapim shundan iboratki, inson dunyoga bir marta keladi, ana shu bir marta umrini fayzli o'tkazish, uzoq umr ko'rish har bir oila va uning boshlig'iga bog'liq. Muqaddasjon bilan kuyovlar shunaqa ham bir oshiq mashruq, shunaqa ham bir mustahkam ota-ona, shunaqa ham mustahkam bir er-xotinki, bular bir-birini ko'rmasa tura olmaydi. Kamida bir kunda 2-3 marta kuyov shu zavoddan bo'lsa ham telefon qilib so'rab turadilar. Meni to'g'risini aytganda havasim keladi. Agar uyda bo'lsalar, obed yo ovqat bo'ladigan bo'lsa, muqaddassiz tomoqdan o'tmaydi. Bunday erkakda, bunday ayol topish hozir qiyin. Muqaddas baxtli ayolsiz, baxtli onasiz. Ana shu bachalaringizni huzurini ko'ring, halovatini ko'ring. Katta yaxshi to'ylar qilish nasib etsin. Aqlli, iboli, ziyoli kuyovlar qiling, yaxshi kelinlar qiling. Shu havliga kuyov bilan kamida 120 yil birga yashang deb niyat qilaman. Qutlug' bo'lsin tug'ilgan kuning, nurga to'lsin butun hayoting. Olg'a bosgin saodat sari, senikidir bu baxtning bari degim keladi. Ko'zingizdan yosh oqmasin, yosh bo'lsa ham faqat sevinch yoshlari bo'lsin. Sizga bugun erishmagan, amalga oshmagan orzu-umidlaringizni ro'yobga chiqishiga tilakdoshmiz. Doim dasturxoningiz to'kin sochin bo'lsin, do'stlaringizni davrasi keng bo'lsin. Boshingizga ana shu dadangiz, onangiz, aka-uka, opa-singillar hammasi sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Kuyov juda mehmon do'st. Ba'zida kayf oshib qolgan bo'lsa, mashina haydab ketib qoladilar. Do'stlari ko'p. Muqaddas domla nima qilayki, yo'q deb qoladi. Men aytam, borasda mashina haydab kelasiz deyman. Hamma ham do'st orttiravermaydi. Hamma ham do'stiga bir piyola non, bir piyola choy tutavermaydi. Qancha qo'li ochiq bo'lsa inson, qancha bag'ri keng bo'lsa, umri shuncha uzoq bo'ladi. Ana shu kuyovimiz ham shularning boshiga sog' bo'lsin. Aslida saharsiz subhidan bo'lmas. Do'stlar davrasida sirag'am bo'lmas. Demak, o'niga egmadi boshin, do'sti bor odamning boshi ham bo'lmas. Do'stlaringiz ko'p bo'lsin, o'z to'yiga, dasturxoningiz mehmonga to'laversin. Sog' bo'ling. Rahmat domla. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Bizda bekor vaqtga. Hamma ishni yaxshi qilinadi. Ha? Hamma ishni yaxshi qilinadi, shakl kitob o'qimadingizda? Davay. She'rlar kitob. Ha. Meros bir o'qiyman. Moqda nuri imonga. Hamisha mushtoqmiz ko'yga mehmonga. Xudoyo qut bergin har xonadonga, donidun go'shtimoy yog'lar ko'paysin. Allohni tanisa har bir odam miskinning dardiga bo'ladi malham. Topganin el bilan ko'rguvchi baham, el ichra xotam toylar ko'paysin. Ey baxil, gapirma elning to'yin. G'arazla sanama moli qo'yini. Baland ko'rkam qilib qursin o'yini, elda obod joylar ko'paysin. Saxiy mulkdor edi bobolarimiz, andeshali edi momolarimiz. Ularga o'xshasin bolalarimiz, ot izin bosguvchi toylar ko'paysin. Chanqasang suv so'rab soyga borasan. Zo'riqsang madad deb boyga borasan. Hamma nochor bo'lsa kimga borasan? Iloyo dunyoda shavkatdek boylar ko'paysin deb yozdi. Navbatdagi so'zni Shavkat Kiyamni berdilar. Ya. İşkera. Bayram alaykum. Onu yaxshi qilgan shu o'tirimiz. Hocamizda, qaynopamizda mana shunday yaxshi kun bilan tabriklaymiz. Ular bilan tabriklaymiz, madamjonni. Hocamiz xonadonlariga shunday yaxshi kunlar bo'laversin.
farzandlarim to'y qilsin, to'ylariga xizmat qilaylik. Ustozlarimizni bayrami yaqinlashib kelyapti. Ularni hammalarni chin dildan samimiy tabriklaymiz. Xas bayramlari bilan hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Madaminjon o'sib ulg'ayib katta yigit bo'lsin. Nikoh to'ylariga katta davralar bo'lsin, bozor kelib xizmat qilaymiz. Rahmat. Akamizga baysinlarda o'qituvchilarga yozilib turganlardasan. Shabona. Ay domla gapirsin. Son ichimga yodlab o'rgan olaman. Men hozir bitta vaqt iqbol keltirsin bugungi oqshom. Achchiq tilliklarning til zaboniga shakarbol keltirsin bugungi oqshom. Hali to'y bo'lmagan xonadonlarga katta tantana to'y bo'lsin tezroq. Farzandsiz onalar xonadoniga chaqaloq yig'isi yangrasin tezroq. Kecha arazlashib ketgan kelinlar kechirim so'rasin qaynonasidan. Bunisi mehribon qaynonasini hech ham kam ko'rmasin o'z onasidan. Bugun kasallar ham ko'tarib boshin, yasharib ketsinlar yashasini yoshi. Jamiki insonlar xonadoniga baxt iqbol keltirsin bugungi oqshom deb Mahliyoxon qizimizni qaynonalarga salovat etishni beramiz. Qaynonalar qaramaydi. Avvalambor assalomu alaykum mehmonlar, mezbonjonlar, xush kelibsizlar. Mana shu xonadonga. Ikkala yosh qo'sha qarisin. Ular orqalaridan balalarini bizlarni ko'rsinlar, qizlarni chiqarsinlar, kuyovlik bo'lsinlar, kelinlik bo'lsinlar. Iloyim shu yigitimiz yuzlariga kirsin. Shundan tuyozlik umrlarni ko'rsin. Nima deyin, o'qishlarga kirsin, yaxshi olim ma'lumotli bo'lsin. Ota-onasini quvvati bo'lsin-da, gapni qisqasi. Mana shu dasturxonlaring hamisha ochiq bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Hammaga sog'lik, tinchlik so'rayman. Hammani yuziga kulgi bo'lsin. Shunday bo'lsin. Endi ozmi ko'pmi olib, yeb ichib o'tiringlar. Rahmat. Kelin tanlasak, kelinning dugonasi kimligini bilmaydi. O'shanda o'sha kelinni qanday bilib olasan dedi. Bizga yana ham musulmonchilikka 7 avlodni surishtiradi, xona kelib qishloqdan kelib beraydi. Bizning qizimizning dugonasi Xolbiya.
Holbiy bilan ular ham sinfdosh ana shu kungacha mana oilalik bilan farzandlik bilan boylikni qilibdi. Bularni bu yerda ana umr yo'ldoshlari o'tiribdi. Mana yonimda kuyovimiz bo'lganimiz. Holbiyning otasi ham bizga avlod bo'ladi aslida. O'rtog'im rahmat. Navbatdagi so'zda ana shu kuyovimizlar aytamiz. Hurmatli aziz mehmonlar, mana shu davramizda qatnashchilarimiz. Mana bugun bir chiroyli xonadonga, chiroyli dasturxon atrofiga hammamiz tashrif buyuribmiz. Mana shu berilgan fursatdan foydalanib, o'zim nomidan, oilamiz nomidan rahmatli sizlar, Muqaddasxonni mana bugungi yaxshi kunlaringiz bilan farzandingiz Madaminbekni mushal yoshlari to'yi bilan chin yurakdan samimiy tabriklayman. Aqlli inson bo'lsin, o'zizdek, bobolaridek, mana shu qavm qarindoshlardek bir ajoyib inson bo'lib ketishsin. Kelajagi porloq bo'lsin. Yana qo'shaloq yaxshi kunda qo'shaloq bo'lgan yaxshi deganlaridek mana kelinlarni chaqirib siz bu yoshlarimiz ham baxtli bo'lsinlar, saodatli bo'lsinlar. Ularning ham farzandlari ko'paysin. Siz ham jiyanlarni turmushga bering, kelinlar qiling. Mana shu xonadon doim to'yxona bo'lsin. Shu dasturxon atrofida kelganlar hamma niyat qilgan bo'lsalar, hamma niyatlariga yetsinlar. Mana ertangi 1 oktyabr ustozlar kuni shu berilgan fursatdan foydalanib, ustozlarimizni ham keladigan bayramlari bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Yaxshi kunlarimiz Toshkentga tekellikda ushlaydi. Choyga. Ana qaramam. Mayli, xizmat bo'ladi. Ya, shunaqasidan boradi lazim.
yemasa. Adlı oripti, onalari hayotda endi biladi endi. Hech kim xirmani butun ko'tarmagan. Yosh ketgan ekanlar, ko'pincha yosh emas, shu onalariga bitta she'r yozganlar. Ne bileyim domla? Man nima deyapman? Kelin, qo'yib qo'yla telefonni. So'z berishdan ilgari bitta ikki qator she'r bor, shuni aytaman. Necha kundir yo'q oromim, kelolmayman hushimga. Onajonim kechalari kirib chiqar tushimga. Kimlar meni chaqirar, yo'qar payting bildikidir bolajon deng. Jonim kechalari kirib chiqar tushimda. Tongda siz ko'z ochaman, qavurlar tandajon. Onajonim bunday qilma onajon. Axir o'zing der eding-ku, silab o'ksiz boshimni, senga bersin endi umr, senga bersin yoshimni. Afsus o'zing erta ketding olamdan. Ukalarim bag'rim ezar ajali deb onamdan. Bevaqt xazon bo'lma hech kim, yashab o'tsin dunyodan. Onajonim har kim oshab o'tsin dunyodan. Lekin fano har kimsaga azaliy bir qismatdir. Onajonim tiriklik ham esan yarim hikmatdir. Tushlarimda mayli boshim silab turgin onajon. Qolganlarga endi umr tilab turgin onajon. U kun chetda oq chekardim g'ussalarning dastidan. Sen otamga pul beribsan yostug'ingning ostidan. Aytibsanki onasizlik hech kirmasin ichiga. Saf qilingiz menga emas, farzandimning kuyiga. Oh o'g'lim, shafqatni bilardingki onajon. Bundan ko'ra barim o'ysang bo'lardiki onajon. Zarragina sabr etgani sabring menga yo'qmidi? Onajonim bundan o'zga jabring menga yo'qmidi? Yo'qmidiki o'zga so'zing nola qilib so'ylasang? Nahot, axir so'nggi dam ham farzandingni o'ylasang. Orzular ham uchib ketmas, orzular ham qochib ketmas, bitkazar tiriklar. Onajonim bir kunini o'tkazar tiriklar. Orzular, ursalar ham unutilar, orzular ham cho'zar bo'y. Onajonim balki sen aytganingdek bo'lar to'y. Balki sening qabring uzra ochilganda gul chechak, ostonamga qadam qo'yar sen istagan kelinchak. Balki kimdir uning yo'llariga gul sochar, balki Munis opajonim keldi quchoq ochar. Balki do'stlar davrasida kamim bo'lmas hech qachon, lekin seni ushbu damda qaydan topay onajon. Esimdadir titrar edim Munis bolish ostida, kitobimni ko'rdim nogoh boshkinaning ostida. Toshday qotdim o'shal oni bor toqatdan ayrilib, shoir o'g'lim deding menga astagina qayrilib. Onajonim so'ng bir bor menga nafas qilding o zamon, shoir o'g'lim deya balki havas qilding o zamon. Onajonim balki men ham bir kun shafqat yo'larman. Onajonim aytganingdek men ham bir kun shoir bo'larman. Ko'ylay desam hurmatingni ushbu kunda tilim lol, balki faqat shu sababli shoir bo'lsam ehtimol. Balki sarson arosatda qolib ketmas bu tanim, kamolimni ko'rar balki yursin ona vatanim. Payti kelib to'ylar bir kun paymoni ham beomon, kuzatarlar meni ham so'ng senga tamom sen tamom. Balki u kun boshim uzra do'stlar bosham egadir. O'sha damgi iqbolim ham onajonim sengadir. Dilda neki jur'atim bor, dilda neki hayajon, bari senga bo'lsin onajon. Senga bo'lsin bor hayotim, shonim, nomim bir yo'la. Xotirangga ushbu she'rni yozdi o'g'ling, ko'bala yetim ko'rala. Deb Otabirjonni qaynona ona. Yo'q, qaynonalarga. Kelin onalariga. Barın bilganimcha. Yo'q, shu. Mana bu. Hurmatli va aziz she'rga yig'ilgan hamma xudojonlar, mehmonjonlar, shu xonadonga xush kelibsizlar. Mana bu jiyanimiz
muchal yoshlarini ko'ribdilar. Yana bundan keyin kim nechtadir muchal yoshlarini ko'rsinlar, nasib bo'lsa. Shu xonadon bekasi va ammamiz murodlariga yetsinlar. Qo'sha qarisinlar birinchi o'zlari. Balalarini huzurlarini ko'rsinlar. Nasib bo'lsa bu to'y, bundan ham katta to'ylar qilsin shu xonadonda. Qizlarini turmushga chiqarsinlar, o'g'il to'ylari ko'rsinlar, nevara chevara ko'rsinlar. Umrlari uzoq bo'lsin, hamisha darsxonalari ochiq bo'lsin. Shu xonadonga kelib, hurmat qilib kelganlar, xush kelibsizlar deyman aynalar. Hammalari murod maqsadlaringizga yetinglar. Rahmat. Rahmat. Yo'q. Muziklar bu aralashib qo'ydi. Ha, tamam. Olmadı o. Şundan tavsiye ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Shu niyat qilaylik. Kiyar bo'yangan amakisi chegiradi lekin sarposini. Amin. Amin. Shuni aytamiz ki niyat qildik. Tarlaga pishkirim bo'ladimi o'g'lim? Bir omin qilay oldin. O'tir. Madam o'tir. İlahi amin. Dünyamız tinch bo'lsin. Doimo farovon bo'lsin. Ana shu nayramiz katta bo'lib o'qimishli bo'lsin. Alloh shuni baxt to'ylariga ham hammamizni yetishsin. Bundan ham kengayib, bundan ham raqobat o'tiraylik. Shu xonadonda yo'yma katta to'ylar bo'lsin. Boğalarını, biylerini, aile oğlanlarını, hammasını nimek yaxshi narsa bo'lsa Alloh yeter yetsin. Yaxshi kunga doim o'chiraylik. Allohu akbar. Muzika. Muzika qo'y lozim qo'y. Endi madam Embek Gulzodaga o'xshab dunyoni kezayapsin-da. Ha? O'g'si bo'lmagan joyga borar ekanmi?
Odam yo'q bo'lmagan. Odam bu. Salom ber. Yaxshi, savol, yaxshi xotirlaydim. Birinchi qovib berdilarmi? Voz Ya bunga qovib bo'lmadi. Ha? Mana qilyapti. Ha? Mana men o'ynayman. Sundan
Rahmat. Davrani qildirish va shu o'tirgan, hali davraga o'tirganlarni hammasi hissasi bo'lishiga qarang, hammamiz o'tirib yurakdan, chin yurakdan bizga o'yini kim qo'yibdi 70 ga kirib o'ynab ketibmiz. Mana shu ballarning shodligini ko'rib kecha bir domla bitta gap gapirdi. Qarilikni gashti bo'lmaydi dedi. Qarilikni gashti farzandlarini qobilligidan, farzandlari aqlli bo'lsa, farzandlari mehnatkash bo'lsa, farzandlari otani, onani hurmat qilsa, farzandlari qo'shni hurmat qilsa, o'shanda o'sha ota-ona gashtini so'radi, mazza qaril gashtini so'radi. Bu gapni qomatova davom ettiring. Bu gapni taga katta gap bor, mana domla uni ansarlar yaxshi biladilar. Mana shu uchun bizning o'ynashimizga ham sabab mana shu farzandlarimizni qobilligi, qizlarimiz, o'g'illarimizni, kuyovlarimizni biz hisobidan ana shu vakit ko'ngil xushlik qilamiz. Ular sog' bo'lsin, bizning boshimizga salomat bo'lsin. Ularning yo'llari bexatar bo'lsin, kuyovlarimni, o'g'illarimni, farzandlarimni. Bularning boshiga ana biz ham sog' bo'laylik. Bizning kattamiz ana shu akamizga to'plab berib, akam bizning boshimizda sog' bo'lsinlar, bizning otamizdan bu kishi. Mana navbatdagi so'zni ana shu akamizdan eshitamiz. Avvalambor hammalarga katta rahmat mana shu jiyanimizni Muqaddasxonni, kuyovimizni ularda xush kelibsizlar. Mana bugun kuyovimiz bilan jiyanimiz ularni aziz farzandlarini mana buni bo'shatib o'tkazibdilar. Alloh shu madamga uzoq umr bersin. Kelgusi hayotda ona hayot bersin. Baxtli, saodatli bo'lsin. Olim bo'lmasa ham insonni qadriga yetadigan inson bo'lsin. O'qimishli yigit bo'lsin. Ota-onasiga, vobiylarga, avlodlariga bir hurmatli farzand bo'lsin. Uni kelajagi porloq bo'lsin. Xudo hammamizni ham shu madamjonni o'ylanish baxt to'ylariga yetkazsin. Bundan ham safimiz kengayib o'tiraylik. Alloh shu xonadonda jiyanimizga, kuyovimizga nima yaxshi shirin chiqqanlar o'zlarining niyatlari bo'lsa Alloh yetkazsin. Bu yuzda doimo Kuyovjon, Muqaddasxon doimo yaxshi kunlar bo'lsin. Hokkalar faqat do'stlar bilan yaxshi kunlarga ketsin. Mana shu yerda cho'qilgan yosh kelin-kuyovlar bor. Ularga ham baxt saodat tilayman. Ular ham qo'shcha qarib baxtli bo'lsinlar. Ser farzand bo'lsinlar. Ota-onalariga, el-qish og'aynilariga mehribon bo'lsinlar. Davlatimizda yaxshi oila bo'lib voyaga yetsinlar. Hayotimiz yaxshi bo'lyapti. Bundan ham yaxshi bo'ladi. Bundan ham yaxshi bo'lish uchun albatta hammamizni to'qchigimiz kerak. Doimo bir-birimizga mehr muhabbatimiz bo'lsin. Doimo yaxshi kunlarda uchrashib turaylik. Alloh hammangiz uyingizga ham ana shunday yaxshi kunlar nasib etsin. Doimo yaxshi kunda uchrashaylik. Shu nevaramiz baxtli bo'lib to'xtab, yaxshi o'sib ulg'aysin. Uni kelajagi porloq bo'lsin. Alloh shuni baxt to'ylariga bizlarga yetkazsin.
etsin. To'g'ri bo'lsin. Mana bu yerga mana kiyamizni do'stlari, onalari, mana ukalari, mana qudolari, kelinlarimiz kelgan. Yana bir bor ular bosib kelgan yo'llariga gullar bitsin. Mana katta Qo'rg'on bilan Navoiy orasidagi bordi kelimiz, safarimiz har doim bexatar bo'lsin, yo'limiz ravon bo'lsin. Hali ot o'rnini toy bosadi degandek, mana yigitlar katta bo'libdi. Bu muqaddas to'y qilib borganimizga bu rahmat kiyamizni ukalar bari yosh-yoshgina edi. Barisini shu biylar shu bir o'y qamab qo'yaydi. Bittasini ko'rmaydik borsak. Olmaydimi? Bachalari ko'pini hech ko'rmaydi. Yo ular qamab qo'yadi. Bugun mana hozir hamma Xudoga shukr. Qarang, bir yigitlar bo'lib hozir bitta ro'zg'or tebratib farzandlik bo'libdi. Mana Sherzodjon ya navbatdagi so'zni beramiz. Bundan keyin kiyamiz bojalari qo'shaloq qilib Lojinjonga so'z beramiz, ikkalariga. Marhamat. Ya, boqsak shu ko'ndir ikki gapirgandan keyin. Ketdilar. Mehmonlar va mezbonlar akam xonadoniga yangam bilan mana jiyanimiz Madambekni o'sha to'y ekan. Shu xona sabab yig'ilib biz hammamiz, mana kelinlarimiz shu ikkita kelinimiz ham qo'shganlarimiz xudo qarasin, Madambek jiyanimiz ham xudo bergan umr bo'lsin, mingga kirsin. Akamlar xona sochim bo'lsin. Yangam bilan qo'sha qarisin. Shu jiyanlarimiz mana Nilufar, Nafsoylar ham yaxshi yo'llardan xudo ato qilsin-da, joylar chiqib, turmushga chiqsin. Shu akamni faqat yaxshi kunlarini ko'raylik. Yomon kuni bo'lmasin. Mana bo'g'larimiz ko'p yaxshi gaplar gapirdi, shunday qo'shilamiz. Rahmat, xush kelibsizlar. Andomon O'rniga yaxshi kun ekan, mana kelinlarni chopirganlar. Jiyanimizda ana chartiylar ekan. Shularni nomlariga yaxshi gaplar bo'ldi, shu gaplarga qo'shilamiz. Mana bojamda xonadonlarga faqat yaxshi kunlar keladi. Mana men jonam mana katta bo'lib bojamdak xalqqa xizmat qilayotgan yaxshi yigit bo'lishsin. Shuning uchun egilik. Rahmat. Yemaysiz? Kunda qilasan, kunda. Akam shunga tashadi. Bu tashadi. Ana haqqiroz. Otang uchun aka.
Telefonla mı oysan? Abi bana bu kulardı da ben. Yarın kecha soat 3ga borib aroqlar To'ydan chiqmasin. Hali shoirlarimiz aytdiki 21-asr o'zbeklar asr bo'lib qoladi, ilohiy o'zbeklar asr bo'lib qolsin. Hozir Xudoga ming bor shukr, dunyoga biz chiqamiz. Hamma tomondan farzandlarimiz chet davlatlarga o'qiyapti. Mana sport masalasiga juda ko'p joylarga, ayniqsa san'at bo'yicha hozir bizani O'zbekiston hamma joyga hozir zaryadga bergan, dunyoni hamma joyiga shu san'atkorlarimiz borib, yoshlar ayniqsa, yoshlar shuni o'yin qilyapti. Mana shularning hammasiga o'qituvchi sababchi. Chunki birinchi ota-onamiz, ikkinchi o'qituvchilar. Mana bu yerda qizimizning do'stlari, dugonalari qatnashyapti shunaqa farzandimiz yaxshi kuniga. Orbek qizimiz bilan Gulbahor qizimiz navbatdagi so'zda shu dugonalarni xonadoniga o'zlarining iliq so'zlarini, istaklarini aytsalar. Marhamat bo'linglar. Hamkasbimiz, sherigimiz, ularga shuni suyungan tog'lari bo'lgan o'g'illarini muchalliklar munosabati bilan yig'ilgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib, madaniy joyga uzoq umr, baxt saodat tilaymiz. Ilohi mana shu bobolari singari el tonigan, dunyo tonigan odam bo'lib yetishishini tarafdoriman. Muqaddas opaga ham sog'lik, salomatlik tilayman. Shu soddaliklari yo'q, hammaga qo'shib qo'rilib yurishliklari bilan hammalar el ichida Mana bugun eng yaqin dugonam, yuragimga yaqin dugonam Muqaddasxonni hamda u kishining turmush o'rtoqlari rahmatullohlarni xonadonlariga yaxshi kunlariga o'tiribmiz. Ana shu kunlari bilan ularni muborakbod etaman. Farzandlarini Madaminbekni muchal to'ylari ekan. Bir kishi. Shu munosabat bilan Muqaddasni rahmatullohni tabriklayman. Mana shu Madaminbek mana shu muchal yoshlarning o'ntasini ko'rsinlar. Mana shu yerga o'tirganlar o'sha kunlarning guvohi bo'lsinlar. Har doim bularning boshlariga ota-onalari sog' salomat bo'lsin. Ota-onalar biri badavlat hisoblanadilar. Doim bularni ham avaylab asrashlarini tilakdoshiman. Doim mana shu to'kin dasturxon atrofiga o'tiraylik. Har doim mana shu Madaminbekni to'ylariga o'tiraylik, kelinlar qilsinlar. Ikkala qizlarni to'ylar qilsinlar, yaxshi joylardan kelib qilsinlar. Har doim dasturxonlar to'kin sochim bo'lsin. Men Muqaddas bilan shu ismni tanigandan beri dugonaman, to'g'risi. Birga o'qiganman maktabga, institutga birga o'qiganmiz. Hozir kungacha birgamiz. Bo'ldi, kelimiz arimaydi. Har doim bularni ota-onalari ham boshlariga sog' salomat bo'lsin, tog'amlar, yangamlar, xudobiy olib bosh bo'lib yursinlar, hamma yaxshi kunlarga. Yaxshi kunlarni guvohi bo'laylik. Xush kelibsizlar hammalar. So'z berganlaringiz uchun rahmat. Sizlarga yaxshi kunlarni Hayır, mal bugün mal.
qalbi quvonchga to'lib yuradi. Mana muqaddas taqdir taqozosi bilan katta qo'rg'onga turmushga chiqqan, ana shu kuyovni yaxshi ko'rib qolib, o'sha mashhur bo'lib kuyov ayrilmas bola bo'lganlar. Lekin mana qaynonalar ham ajoyib ayol, serfarzand, serjamoat. Doim muqaddas qachon bo'lsa uyalib turadi. Gapir, nima demoqchisan desam, shu kun qaynamga bormoqchi edik, domla javob bering deydi. Men aytaman, hamma kelinlar qani qaynam ko'raman desa, yugurib borib keladi. To'g'ri, yangammi? To'g'ri. Ana ming kishi gapirmoqchi deganda shu borganni qaynasan so'rang-da. Qaynasa so'rang, bordim bo'lmadimi? Ular yolg'on gapirib boshqaga ketish mumkin. Zarar javob olgancha qaynonam deganingiz yerisiz. Qo'l boshqa ketaveradi. Qaynasa so'rang, bordim bo'lmadimi? Boradimi? Boradi, boshqaga ketmaydi. To'lib toshib boradi, doim bilamiz mana qarindoshlarni, o'g'illarni, qaynakalarni hammasi so'rab turadi. Ana bugun mana shu qaynona bo'ylab taqdir taqozosidan voyaga kelib ketibsiz, og'aylaringiz, nabiralaringiz ko'payibdi. Mana shularga bir aytadigan sizda ham istaklaringiz, orzularingiz bo'lishi mumkin. Ana o'g'lim uzoqqa qanaqa odam degan xudo bo'ldim. Qani men o'g'limni robtilarni suyqaptilar deb xavotir olmay yashayvering. O'g'lingizni boshqa ko'tarib tamma karimlaliklar. Ana shu sizda ham tabrik sizni eshitamiz. Mana onalar bor o'g'liga. Mera o'sha o'g'illari erkak o'g'il beradi. Erkak keldi. Qomat kuyov Kelim mana shu o'g'lim ko'cha qarisinlar. Borishga kelishlik doim arimasin. Dasturxonlarda ham ochiq bo'lsin, yaxshi kunlarga kelay shuni. Boshimizga sog' bo'lsinlar shu. Hamma bo'lsin, qaynota qaynasi. Ona dada bo'lib, biz uzoqda ham kelolmaymiz, ana shular rahmat Xudoga. Yaxshi kunlarga, ana kunlarga ham boshlariga ana bo'lib turibdilar, sayyohlar bilan ham. Sog' bo'ling. Ha, sog' bo'lsinlar, yaxshi kunlarga kelib, ana xizmatlar qilsin, avsunlari, aka-ukalari. Mayli, har doim shu sog' bo'lsin, boshamiz yana olib bersinlar. Keyin bu yiqqanda bir ko'ylagini tashlab ketasizlar. Hozir bilan berib tursin, oxirga siz aytasiz, muqaddas bilan katta o'g'illik ko'proq deysizda. Nasib bo'lsin, nasib bo'lsin. Haqiqatan akam men sizdan Allohni bilaman. Oblakani ham bilamiz, mana necha tumanda birga ishlardik, ba'zi bir sohalarda bir yaxshi insonlarsizlar haqiqatan ham. Birovni ko'nglini og'ritmay, qiyin sharoitlar bo'lgan 85-yillarga magazinga un bo'lmagan, gugurt bo'lmagan, moy bo'lmagan vaqtlar bo'lganda ham shu xalqni dardiga darmon bo'lib, hammani ko'nglini olib yurgansizlar. Lekin o'sha vaqtga mana halollik bo'lgan, pokizalik bo'lganki, men ikkovlarga ham doim aytaman, bular hali bir xil odamga o'xshab qo'sha imorat qilmadilar. Katta boylik qilmadilar. Eng katta boyligingiz sizning sog'ligingiz. Siz sog'siz, boysiz, farzandlaringiz sog'lom, hammasi tinch, hammasi mana baxtli hayot kechiribdi. Darddan yiroq eng muhimi. Hech kimning boshiga yomon kun tushmasin. Ana shunday bir ulug' insonlar deb bilaman. Ana qizlar, yigitlar hammasi shu yerda o'qigan, kimdir o'qitganmiz, kimdir o'qitmagan bo'lsak, bizdan oldingilar o'qitgan. Apa, uka o'rtasida ham, aka, uka, bojalar o'rtasida ham mustahkam bir do'stlik bor. Mana bitta qizlari bugun Portugaliyada ishlab yuribdi. Eng a'lochi qizidir. Doim men bu akamning to'ylarga bosh bo'lib yurganlarini ko'rib aytaman. Dilzoda sizni qoningiz oqib ekan uni tomirida. Chunki sizda bor qobiliyat, talant haqiqatan ham Dilzodada bor edi. Mana shu taqdir taqozosidan dunyoni ko'rib yuribdi. Endi bu emas, boshqalari ham albatta shu hayot yo'llari ravon bo'lsin. Mana katta ishlarga ishlash, katta o'qishlarga ishlash endi nabira avirlarga nasib etsin deyman-ku. Mana qarindoshim, jorishtalarim, menla o'ynab o'sgan farishtalarim, bir qorinda talashganlarim. Qo'ng'iroq qilsam qo'ng'iroqdan kelarmi ovoz? Qo'ng'iroq qilsam singlim keldi deb kutib olasizmi? Otam onam bog'lagan arqoq iplariga tushmasmi chigil degan ekan. Mana Gulnora eng yaqin singillari she'ri turibdilar. Hozir Gulnora xonimga tabrik so'z eshitamiz. Yo'q demang. Bor.
Apayla bor gapir. Gapirlar kerak. Yo'q, to'g'ri gapirsin. Gapirlar kerak. Zo'rroq sirmasini. Roshi gapirdi, Roshi gapirdi. Rasmi jo'tiga so'z beruvlar. Roshi gapirdi. Roshi gapirdi. Xudolarga xush kelibsan deysan. Bizlar ham aslida ona bo'laylik. Ona bo'lganimizdan bizlar qayna bo'laylik deysan. Hammalarimiz mana shu apam xonadonlariga xush kelibsizlar. Apa sizga yazamlarga doim sog'lik tilayman. Madamijon, mana hozir muchaqlayotgan ular katta to'ylariga hammamiz bundan ham ko'payishib bitiraylik. Apa sizlarni ruhingizni bo'sha doim sog' bo'ling, yazamlardan baxtli bo'ling. She'r o'qiganlarni ham hammasini uyga shunaqa yaxshi kunlar bo'lsa, so'z berganingiz uchun rahmat. Yaxshi yuring, ko'payib yuring. Rosinjomdan baxtli hayot kechiring. Ana shu apayz to'y tomoshalariga doim xizmat qilish sizga ham nasib etsin. Kichiklarni katta qilguncha kichik bo'lib qolar ekansan. Daryo bo'lsang oqqan hayqirib, kichik bo'lib qolar ekansan. Axir shu tabarruk zot emasmi? Jigar go'shasin tushganin ko'rsa, zarra alammi zarra qayg'uga, aylanur bag'ri shafqat dili sherga, qaytmas hatto yo'lida o't tursa. Hali dunyoda diyonat tirikdir, hali mard yigitlar yashab yuribdi. Onalar oqsutda hamon oqsutdir, quyosh ham falakda kezib yuribdi. Biz onaga teng keladigan zotni dunyoda topolmaymiz. Hayotda shunday voqealar, shunday qiyinchiliklar bo'ladiki, onalarimiz ana shunday katta bir tog'dek qalbi bilan, bardoshi bilan qiyinchiliklarni yengib, farzandlariga bosh bo'ladi. Bugun ana shu yangamlarimiz, akamlar ko'p yillar birga yashaganlar. Juda oddiy ayol, ani xo'jayinim bilan bular sinfdosh, kamtarin, kattalik, manmanlikdan yiroq, lekin baxtli bir ayol ekanlarki, shunday aqlli farzandlarini tug'ib voyaga yetkazdilar. Ana shu munosabatlar yangamlarimizdan, ya'ni muqaddasjonni onalardan tabrik so'zi eshitamiz. Onalar zamindir, onalar quyosh, farzandlari quyoshning uchqunlaridir. Tiriklik ustuvor toki har qachon otalar hayotning ustunlaridir. Marhamat. To'g'ri. To'y o'ylantiradi, qizini o'ylantiradi, o'g'lini o'ylantiradi, sunnat to'y qiladi. Shu anaga xotinlari kiyinib olib shu davraga o'ynaydi. Men to'y bo'lib qolsa, qayerga desam, qazonib o'yin tog'a olaman. Yo daston yurishni odamning dastondan oladi, yo qazon tog'a yurishni. Ha, shuq deyman, shuni chiqarib qo'yaman, bunaqa qilib yana deb daston, yana qazon. Ana ham mana shu odam hozir gapiraman bilmayman men buni bilan. Xush kelibsizlar Qadasjonning xonadoniga. Kiyamlam Qadasjon qo'sha qarsin. O'g'illari, qizlari baxtli bo'lsin. Nima deyman, hamma yaxshi fikrlarga qo'shilaman, 100%. Hammalar xushgina kelibsizlar. Kelmojonlar baxtli bo'lsinlar, mana ikkala yosham. Hammalar siz kelib turinglar. Madamijon yuzlariga kirsin. Hamma yaxshi fikrlarga qo'shilaman, dunyo tinch bo'lsin. Nimani yaxshi orzu havaslar biz hammasi erishinglar. Xush kelibsizlar. Hammalaringiz. Mana bu ham kelinchalarni bo'lyapti, ham qadas tug'ilgan kuni, ham madam jiblikni tug'ilgan kuni bo'lyapti. Shu munosabat bilan mana eng kenja kelinlarni ham chaqirib turibdilar. O'zbekda bir maqol borda, ovsin-ovsinga tosh otadi, kundoshga paxta deydilar. Lekin qo'shilmayman men. Nima uchun qo'shilmayman? Muqaddas doim ovsinlarni bir xonada o'tirib maqtab yuradi, maqtab ham yuradi, havas ham qiladi, doim gapirib borib kelishim kerak. Bugun ovsin tug'ilgan kuni, bugun qaynukam tug'ilgan kun deb yuradi. Endi mana shunday bo'lishiga avvalambor ota-onalar ham sababchi. Shuning uchun aslida nima aytadi-ku? Tiling xanjar, fikring qalqon bo'lsa ham, boshing uzra baxt quyoshi qo'nsa ham, g'aribdirsan bir nigoring bo'lmasa, g'aribdirsan do'stiyoring bo'lmasa, do'stlaring ko'payar farovonlikda deydi, ularni sinab ko'r notamonlikda. Haqiqiy do'st hamisha ana shunday bo'ladi. Shuning uchun ovsinlari marhamatxondan tabrik so'zi eshitamiz. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar.
akimlarni, yangilarni, xonadonlari ishqibsizlar. Madamijon uchar to'ylarini 10tasini ko'rishlik nasib etsin. Akimlarni, yangilarni xonadonlari faqat yaxshi kunlarga kelaylik, to'ylarga xizmat qilaylik. Davramiz kengaysin, o'tirganlar o'rni yo'qolmasin, hammalar ishqibsizlar. Rahmat. Sog' bo'ling. Halilli Rasulada olib oling, keyin bir yaxshilab o'ynaydi o'sinlar qarindoshlar bo'ladi. Shu xiroqdan qo'yib qo'ysin. Keyin Adami. Haqiqatan. Bizga shunday yaxshi kunlar bo'lsin, shunday borakeli bo'lsin birimizga. Yana akam yaxshi bitta istaga aytdilarki, shu mehr muhabbatimiz bir-birimizdan hech vaqtga ayrilmasin deb. Mana yaxshi o'tdi. Mana shu yana bir bor aytilgan hamma niyatda ijobat bo'lsin. Mana shu akam o'tdilar. Akamdan bitta fotiha qilsakda dasturxonga keyin yana davom etaversa, bu yoshlar yana o'ynaydi, televizor qo'yib boshqalarni bitta ikkita ishliklar bor. 7 ham ish kuni. Shu uchun nima deysizlar? Maylimi? Muqaddas? Ha? Rahmat. Bo'lmasa navbat bilan akamga bitta fotiha berishim. Kelasi yillarga hammani Xudo salomat etsin. Kimniki yaxshi niyatlar bo'lsa, Alloh niyatlar bersin. Doimo sog'lom bo'ling.
Ro'ylam. Buxar. Buxarbek. Давай, rasmga tushir. Ha, bo'ldimi? Sömga. Hadi var. Yana Maqqiga qo'lib ol. Ramazonni mana yo'llarini chaltirgan to'y ekan. Ularga kelin to'ylariga, o'z to'ylariga bordi keldi. Nasib. uylarni joylarni qilib ketdilar. Hammalar yaxshi qo'lamiz. Eng yomon shunday bo'lsin. Baxtli bo'lsinlar. Ila qilaylik. Bo'ringlar o'zlaringiz ham. Eng kulib bo'lsin. Shay shunday bo'ladi. Eng yomon shunday bo'lsin. Nega sizda bo'lsam aka? Aslida bo'lsam aka. Yamsak kasrni ochaymi? Savob. Ha. Sizda bo'lsam aka. Akam aytdilar bu. Hatta har uyga borasiz. Muji kim yotib shunday chiqib yana ochib ketadi. Ya kim qara? Ta zapsana. Sindoshlar sindoshlar sovurjon. Kelin. Belli. Ha, beke. Aha. Ayrimini Yomon cho'lama yurmasangiz kerak u. Agar to'ylar davom etsa, vaqtlarga keladi. Boringlar. Shunday bo'lsa, faqat sizlarga yol bo'lishdi. Men sizga bilasanmi? Baqaqammi? Xudoga ketsin. Nasva qo'shasiz. Ana bizga milovoda. Ya, qo'shma. Avkaram aytaman. O'zgalar. Oylag'an. Oylar. O'z sizga shu shog'amni lekin beyo'larniki. Yaxshi odam. Bunga 3-4-sinda o'qidi keyin B bo'lib ketdi, bular A bo'lib ketdi. Shunday bo'lib ketdi. Ma'sunda o'shagan bilan. Qarama. Bo'ldi shunga gap deb. 8 oyda qilsa. Aytdi. Odamni qo'shib qo'ydi, odamni. Baribir yaxshi yomon bo'ladi. O yaxshi emas.
Doğru böyle mi? Aku sudah mau. Bukan join ya karena yo. Anak kecil, bukan join. Mana Pasa boleh kali. Pasa. Ya pasa boleh. Yok, kef geldi. Kef mi? Bak, anladın. Sen ya böyle geldi. Yıllar
Başlayla gel bakalım tutayım. Ne var? Suya karanlık oldu. Aytıp diyormuş. Kimse ya. Suya karanlık. İçiyle oraya. Bunca
Thank you.